Hammaga salom do'stlar, mening ismim Mambet va yangi videoga xush kelibsizlar. Gap shundaki, Jishin Ursin kim menga video olishga xalaqit beryapti. Allo, eshitaman. Aha. Maraz rayonida bo'ldi, tushundim. Hozir boraman. Agarot, okey. Ha do'stlar, endi video olaman deganimda bu yerda sirrazo ish chiqib qoldi. Ha, mayli. Xo'sh, hozir otlanamiz. Men sizlarga nima haqida gapirmoqchi edim, esimdan ham chiqib ketdi. Aytgancha do'stlar, xullas bizning qishloqda qandaydir g'alati jinoyatchi paydo bo'lgan va politsiya kelyapti. Nihoyat do'stlar, umid qilamanki uni hozir qamab ketishadi. Jin ursin, politsiya mashinasi anchadan beri ko'rmagan edim. Qo'yil, yo-mayo, politsiyachilar ham turibdi. Jin ursin, buni qaranglar, shuncha politsiyachi. Tak, men seni chaqirgandim. Senmi? Qo'yil, xo'sh, agarotga nima qildi? Buzilib yotibdi-da shu. Yomon, politsiya nimaga keldi ekan? Kimdir o'ldirishibdi. Salom. Yo-mayo, kimni o'ldirishdi? Sen ishing bo'lmasin, o'yinchi. Xo'p, mayli, tak, bo'ldi. Unda shuni ta'mirlashimiz kerak ekan. Okey, mana bu yerga hozir bitta qo'yamiz va yana 3 ta olib kelishim kerak. Mayli, qolganicha, qolganini o'zim qilib olaman. Okey. Narxi qancha bo'ladi? To'g'rilab olaylik, keyin kelishib ketamiz. Xo'pmi? Xo'p, mayli, men unda ketdim. Davay. Ha, do'stlar, yomon bo'ldi. Shuncha politsiyachi kelgan va ko'rdinglarmi? Kuchqo'rning ichida oddiy politsiyachining jasadi yotgandi. Menga albatta aralashma deyishdi, lekin menimcha bu juda ham yomon. Agarda bizning qishloqda politsiyaga qo'l ko'tara oladigan, politsiyani yo'q qiladigan jinoyatchi chiqqan bo'lsa, bu do'stlar umuman yaxshi emas. Tasavvur qilyapsizlarmi, nimalar bo'lib ketishi mumkin? Yo'q, men bu qishloqda yashashni istamagan bo'lardim, chunki juda ham xavfli. Ha, mayli, nima ham qilardik? Hozir boramizda. Jinursin, qo'rqib ketyapman. Xo'sh, hurmatli jitellar, Jinursin nima bo'lganini aytarsizlar balki. Xullas, bizni bir politsiyachini o'ldirishgan. Ha, qishloqda o'g'ri paydo bo'lgan. O'g'ri paydo bo'lgan. Buni bilardim. Demak, shu o'g'ri o'ldirganmikan? Ha, shunday bo'lishi mumkin. Tushunarli. Xo'sh, do'stlar, tasavvur qilyapsizlarmi? Bizning qishloqda o'g'ri paydo bo'lgan va u o'g'ri politsiyachini o'ldiribdi. Ha, yana o'yinchini. Xo'sh, qancha bo'ladi mendan? Sendan 4 ta izumrud bo'la qolsin. Aha, mana, bo'pti. Rahmat, arzimaydi. Mayli, men ketdim. O'zingni ehtiyot qil. O'yinchi, shoshmang, o'yinchi. Nima bo'ldi? Bugun kechroq qishloqda yig'ilish bo'ladi. Shunga o'tishingiz kerak. Shu qotillik yuzasidan. Ha, tushundim. Qachon bo'ladi? Soat 6 da, merning uyini yonida. Bo'ldi, tushundim. Unutmang. Xo'p. Tushunursin do'stlar, yig'ilish ham bo'lar ekan. Ha, ishlar jiddiyga o'xshaydi. Hattoki shuncha politsiyachini chaqirib kelishdi. 3 ta mashina turibdi. Ha, mayli, ehtiyot bo'lishimiz kerak do'stlar. Menga bu holat umuman yoqmayapti. Bizning qishloq axir har doim tinch bo'lgan. Ha, bir ikkita mashinniklar bo'lardi, lekin bu darajada dahshatli emas edi. Bilmadim endi nima qilamiz. Mayli, tak, qani kelinglarchi. Hozir mana bu daraxtlarni o'rnatishimiz kerak, bu yoqqa va mana bu yoqqa. Okey, do'stlar, endi esa bu yerga ham ortiqchasini qo'yamiz, keyinchalik to'ldirib qo'yishim mumkin bo'ladi. Aytgancha do'stlar, men o'zimga yangi kompyuter zakaz qildim va hozir shuni so'raymiz demoqchi edim, lekin kelib bo'libdi. Xabar keldi. Qo'yil, tak. Manzilni nima yozishgan? Nima quduq? Nima uchun uyimgacha olib kelishmagan? Jin ursin, hozir mendan ko'rishadi. Nahotki men uyimgacha pulga dastavka zakaz qilaman, ular esa qishloqning o'rtasida tashlab ketishadimi? Yo'q, men bunday bo'lishini istamayman. Hozir mendan ko'radi, quduqning yonida ekan. Xo'sh. Kuryer qani ekan? Kuryer, ha, men bu yerdaman. Hoy, janob. Nimaga uyimgacha emas? Uyingizni topa olmadim. Mayli. Tak, kompyuter bormi? Ha. Nihoyat kelibdi-da. Ha, keldi. Qo'yil do'stlar, qancha kutgandim buni. Buni qaranglar, izumrud rangidan. Yo'q, izumrud rangidan ko'ra ochroq. Ochroq. Shuni aytish shartmidi? Boshqa rangini topa olmadim. Xo'p, xafa bo'lmang. Tushunursin. Rahmat. Yo'q, do'stlar, ha deb qo'ysang bo'lardi. Yo'q, izumrud rangidan och deydi. Tushunursin, yomon ko'raman. Ertalabdan shuncha boshimizga tashvish yog'ilyapti. Bu yerdan qotillik va mana dastavkani daddala qilishdi yana. Rang bo'yicha problema xo'sh, lekin buni qayerga o'rnatsam ekan? Balki o'zimga gaming xonasini ochib olarman. Mana do'stlar, nima deysizlar? Menimcha yomon bo'lmaydi. O'zimga gamerlik xonasini qurib olsam, mana bu yerdan ochishimiz mumkin. Tak, qani ochaylikchi. Shu yerga o'rnatamiz kompyuterimizni va qo'shimcha narsalarni, stol va stollarni ham allaqachon buyurtma qilib qo'yganman. Mebelchi jitel olib kelgan bo'lsa kerak. Bunga ishonchim komil. 100%. Tak, Jinursin do'stlar, buni qaranglar. Tepaga chiqib qoldim-ku, hozir bu yerga doska qo'ya olmayman. Nima qilsam ekan, bularni ham ochish mumkin emas. Kelinglar, unda hozir bu yerni yana qaytib yopib chiqamizda. Boshqatdan, sal chuqurroqdan o'zimizga podval quramiz. Bu yerda umuman uy qilib bo'lmaydi axir. Xo'p, mayli. Xo'sh, qani edi bu yerda qo'shimcha doskalar va yopib tashlashimiz kerak. Xo'sh, mana bu yerga
chuqurroq qaziymiz hozir. Bu yerni yopganimiz yaxshi ish bo'lmadi. Chunki axir orqada bo'shliq qoldi. Mana shu bo'shliqni ham yopib tashlamasak bo'lmaydi. Tak bo'ldi va mana yopildi. Endi bu yerga doskalar ajoyib. Tepasini ham almashtiramiz. Yaxshi, endi yon tarafni ham almashtiramiz. Bo'ldi, endi pastga tushib qazishimiz mumkin. Xo'sh, menda bu yerda instrumentlar bormi? Ajoyib. Qani endi kovlashni boshlaymiz. Xo'sh, yaxshi. Bu yerni kengroq ochishimiz kerak. Bizga gamerlik xonasi bo'ladi bu yerda. Hamma yoqni doska bilan. Xo'sh, do'stlar, mana ishni ham tugatib bo'ldim va baho berishingiz mumkin. Ha, xona unchalik ham katta emas, lekin menga mos keladi. Gaming uchun juda ham qulay bo'ladi. Bu yerga kompyuter o'rnatamiz, katta muzlatgich o'rnatamiz, yana kravat qo'yish mumkin va zo'r bemalol yashashimiz mumkin bo'ladi. Uy tagida uyimiz bor. Endi qoyil. Shu bu yerga kompyuter, bu yerga monitor, endi esa tagiga olib kelishimiz mumkin stol-stullarimizni. Yaxshi, izumrudlarni olmayman chunki allaqachon zakaz berib, puli to'langan. Xo'sh, buni tagiga qanaqa rangini olsam ekan? Qorasidan olib kelgan bo'lishi kerak. Xo'sh, ha, qorasidan zakaz qilingan. Ajoyib, hozir shuni olib kelamiz. Kech ham tushib qolibdi-ku. Yo'q, ha, mayli, hozir boraman. Chinursin do'stlar, kech tushgan. Axir menga politsiyachilar qishloq yonida yig'ilishamiz deganda soat 6dan o'tib ketgandir. Quyosh botganiga qaraganda aniq. Tak. Jitel. Ha, olib keldingizmi? Olib keldim. Zakazlarning hammasi shu yerda. Qoralarimi? Albatta. Ha, mana kreslo va yana stolni ham olamiz. Ajoyib. Endi men ketdim. Xo'sh, mana bu tepadagilarni ham olib ketaman. Pulni faqat keyinroq beraman, xo'pmi? Xo'p. Xo'sh, bo'ldi, oldim. Yaxshi, muzlatgichni ham. Tak, bo'ldi. Yo'q, nimaga buzilib ketdi bu yer? Bilmadim, qo'ling qiy chiqdi. Bo'lishi mumkin. Tak, muzlatgichimiz bor, hamma narsamiz bor. Endi bemalol borib uyimizni oxirigacha qurib olsak bo'ladi. Yer tagidagi uy endi juda ham zo'r bo'ladi. Bizning gaming xonamiz mana shu yerda bemalol dam olishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, bizga endi farqi yo'q. Bizning o'zimizning bunkerimiz bor. Kichkinagina bunker, yog'ochli bunker, stol, endi esa kreslo va bo'ldi. Bu yerda bemalol o'tirib gaming qilishimiz mumkin va mana narsalarni solish uchun buni tagiga bilaman nima qo'yishni, chunki menda bu yerda izumutlar ko'payib ketyapti. Bilib turgan bo'lsangiz, shularni ana o'sha yerga o'tkazib qo'yishim kerak. Tak, tosh bu yoqqa doskalar kerak bo'ladi. Bu kerak emas va bo'ldi. Izumutlarni pastki xonaga qo'yishimiz mumkin. Ana o'sha yerda ancha xavfsizroq bo'ladi va bu sirli xona bo'ladi. Shuning uchun ham kirish yo'lini yopib qo'yaman biror yerga ketganimda yoki mehmon kutishim kerak bo'lsa. Tak, do'stlar, rostdan soat 6dan o'tibdi. Mayli, qani boraychi. Umid qilamanki kech qolmaganman. Bor yo'g'i hali endi 6:30 bo'libdi. Tak, politsiya mashinasi turibdi, lekin politsiyachilarning o'zini ko'rmayapman. Qayerda ekan? Rostdan mana mashinalar turibdi. Okey, hozir boramizda hammasini ko'ramiz. Chinursin, bu nima edi? Qonmi? Qon. Ha, do'stlar, politsiyachilar. Chinursin. Bularni kim o'ldirib ketdi yana? Yo'q, do'stlar, tak, mana hozir o'tdik. Xo'sh. Qani edi? Tak. Jitellar. Qayerda qoldi hamma? Chinursin. Tak. Merni uyiga borish kerak. Janob mer. Nima? Yo'q, mer qayoqqa qoldi endi? Mebelchi yoniga borish kerak. Mebelchi uyda edi. Jitel mebelchi qani endi? Chinursin, tushunmayapman nima bo'layotganiga. Mayli, o'ylash kerak. Qayoqqa borishim mumkin? Balki uyga borib biror nima qilib ko'rarmiz. Mayli, o'zimni xonamga yashirinib o'tirganim ma'qul. Bularning hammasini ana o'sha jinoyatchi qilganga o'xshaydi. Xo'sh, bo'ldi. Hozir boraman-da, yashirinib bolaman. Bu juda ham xavfli do'stlar, qishloqda yashash xavfli bo'ldi. Qani endi shu yerga yashirinamiz. Tak. Qani. Bu yerda hali hech narsam yo'q. Bo'ldi. Demak, pastga tushishim mumkin. Yaxshi, xo'sh. Hamma narsa bor. Kelinglar, endi bu yerni shunchaki yopib tashlaymiz, boshda reja qilganimizdek. Tak, mana bularni olamiz va bo'ldi. Ovqat ham menga hozircha kerak emas. Qornim to'q va yopamiz. Qani, bo'ldi. Do'stlar, ajoyib. Endi bemalol o'tirib dam olishimiz mumkin. Eshityapsizlarmi? Qanasan? Manbat, uyingdamisan? Kimdir ovozi? Manbat. Men uyingdaman. Qanasan, Manbat? Chiqa qol, senga sovg'am bor. Manbat, ko'rdimki uyga kirganingni. Manbat, ko'rmayap. Nima ovoz chiqdi? Tushunmadim. Manbat, shu yerdamisan o'zi? Mana bu yerdan qat'iy ovoz chiqdi. Tushunmadim. Nima bo'lishi mumkin ekan? Hozir ko'ramiz. Devor ekan-ku. Yoki sirli yo'l bormikin? Hozir ko'ramiz. Qani va devor.
Devor qarasa devor. Ha, axir o'rmonchida uyni yaxshilab quradi, qimmat qilib. Tushunarsan, yo'qolib qoldi. Axir uyga kirdik yoki boshqa yo'ldan chiqib ketdimikin? Ha, mayli. Mambetga nima bo'lsa bo'lar. Men borib jasadlarni yo'q qilishim kerak. Ha, menda hech kim qochib qutula olmaydi. Tak. Hay, politsiyachilar nima o'lib qoldinglarmi? Ha, hozir sizlarni o'rmonga